Demak, masala tahlilini davom ettiramiz. 16-masala. Erkak va urg'ochi quyonlar tanasining birgalikdagi og'irligi 960 kilogramm. Demak, erkagi va urg'ochisi ikkalasining birgalikda massasining og'irligi 960 kilogramm ekan. Erkaklar umumiy massasi urg'ochilar umumiy massasidan 2 martaga kam. Demak, bu 2 martaga ko'p, bu 1. Bo'lsa, endi oldin massasini topib olishimiz kerak. Demak, erkagi plus egligimiz teng 960. Egligimiz teng 2x. Demak, endi qo'yamiz. Egni qo'ysak 3x teng 960, ximiz teng bo'ladi 320 ga. Ximiz teng bo'ladi eglikni betga qo'ysak 3x, buniki 320 miz x, eglikni topadigan bo'lsak 320 ni qo'yadigan bo'lsak 640. Bu urg'ochi, bu erkak. Bu erkak. Bizda urg'ochi quyonlar umumiy soni 160 ta. Demak, 640 ta urg'ochi bor. 640 tani 160 ga bo'ladigan har birining massasi 4 kilogrammdan bo'ladi. Ya'ni 640 ni 160 ga bo'lsa 4 kilogramm bo'ladi. Endi ularning o'zaro nisbati 2 ga 5 nisbatda. Demak, 2 5 umumiy 7. Demak, urg'ochisi 160 ta bo'lganda buniki nechta bo'ladi? 64 ta. Umumisi esa 224 ta. Endi 320 ni 64 ga bo'ladigan bo'lsang, har biri 3,5 kilogramm bo'ladi. To'xtang, 3,5 emas, 5 kilogramm bo'ladi. Agar bo'ri 3 ta erkak va 5 ta urg'ochi quyonni iste'mol qilsa, massasi qancha kilogramm ortadi? Demak, erkaklarimiz 5 kilogramm 3 ga ko'paytirsak 15, nechta urg'ochi bilan 5 tasi bilan oziqlansa 20. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak necha? 35. 35 kilogramm bilan oziqlansa, tana massasi qancha ortadi? 3,5 kilogrammga ortadi. Demak, bizda qaysi javob? A javob. Keyingi masalamiz 17-masala. 17-masala. Fermer xo'jaligida Zagorsk va Kornoel zotlarining birgalikda og'irligi 750 kg. Demak, Zagorsk va Kornoel. Kornoel faqat go'sht yo'nalishida boqiladi. Zagorsk ham tuxum, ham go'sht yo'nalishida boqiladi. Ikkalasining birgalikda og'irligi, ya'ni x plus y teng nechaga teng ekan? 750 kilogrammga teng. Kornoel zotining umumiy massasi Zagorsk zotining umumiy massasidan 50 kilogrammga ko'p. Demak, ximiz teng y plus 50 ga teng. Buni ishlab chiqadigan bo'lsak, ximiz kelib chiqadi 350 ga, y'imiz 400 ga. Endi bizda ikki zotning o'zaro soni teng, 200 dan tashkil etadi. Demak, bu ham 100 ta, bu ham 100 ta. 100 ga bo'lsak 3,5, 100 ga bo'lsak 4 kilogramm. Demak, Zagorsk zotlari, Kornoel zotlari 4 kilogrammdan, Zagorsk zotlari esa 3,5 kilogrammdan kelib chiqar ekan. Endi bizda agar fermaga turklar hujum qilsa, 15 ta tuxum go'sht yo'nalishida. Tuxum go'sht yo'nalishi bu Zagorsk hisoblanadi. Zagorsk 15 ni 3,5 ni 15 ga ko'paytiradigan bo'lsak 52,5. 5. Endi 4 ni ko'paytirar ekanmiz 12 ga teng 48. Ikkalasini yig'andisi 100,5 kilogramm. Kornoel bilan Zagorsk zotlari ketdi degani. Bizda Kornoel zotlari massa 450 kilogramm yetish uchun qancha don yeyish kerak endi? Bizda umumiy Kornoel zotlari 400 edi. Buni 48 i ketdi. Necha qoladi?
352 qoladi. Bizni necha yetish kerak endi? 450 ga yetish kerak. Ya'ni 450 dan 352 ni ayiradigan bo'lsam 98 kilogramm. Demak, 98 kilogrammga ortishi uchun qancha don yeyish kerak? Ya'ni 98 ni foizli qoida hisobiga unga ko'paytiradigan 980 bo'ladi. Demak, qaysi javob? D javob. Keyingi masalamiz 18-masala bilan 4-masalamiz bir xil. Keyingi masala 19-masala. 19-masala. Bizda o'simlik bor. O'simlik bor, quyon bor va tulki bor. Bizning o'simlik biomassasi 100 tonna. 100 tonna, bunikisi 10 tonna bo'ladi, bunikisi 1 tonna bo'ladi. Populyatsiyadagi tulkilar sonini nima qilishimiz kerak ekan? Topishimiz kerak ekan. Endi bitta tulkining massasi 10 kg. Bittasiniga 10 kg bo'lganda mingimiz qancha bo'ladi? 100 bo'ladi. Demak, tulkilar soni nechta ekan? 100 ta ekan. Qaysi javob? A javob. Keyingi 20-masala bilan 19-masala bir xil. Keyingi masalamiz 21-masala. 21-masala. Ozanchi o'simlik, juft tuyoqli hayvoni bo'ri bor ekan. O'simlik bor, juft tuyoqli hayvon bor va bo'ri bor. Ekologiya piramida qoidasi foydalanib bo'ri oziqlanishi mumkin bo'lgan biogatsenozning maydonini metr kvadratda aniqlang. O'simlik biomassasi 2000 metr kvadratga teng. Organizmning tanasi massa ulushini 70% suvdan tashkil topgan. Bo'ri vazni esa 55. Demak, bo'ri vazni 55 imiz 100%. 70% suv bo'lgandan keyin 30% quruq massani topishimiz kerak. Quruq massani topadigan bo'lsak, bizda hech qanday 16.5. Demak, 16.5 bo'ri, bu 165, bu 1650. Demak, endi o'simliknikini topishimiz kerak. Buning uchun litrga olib olishimiz kerak. 1650 ni ko'paytiraman 1000 ga. Teng 16 50 ming. 16 50 ming. 16 xo'sh. Endi o'simlik massasi qancha edi? 2000 edi. 2000. Ya'ni 2000 gimiz yana 100%. Uni necha foiz quruq massa? 70% suv bo'lsa, 30% quruq massa. 30% qancha qilsak? 30%imiz 600. 600 ekan. Endi mana bu sonni 600 ga bo'ladigan bo'lsak, bo'ri qancha biogatsenoz maydonini aniqlashni, ya'ni bo'ri oziqlanishi mumkin bo'lgan biogatsenozning maydonini topamiz. Demak, bo'lamiz 16 ya'ni 1.650.000 ni 600 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda kelib chiqar ekan 2750 metr kvadrat maydon. Keyingi masalamiz 22 bilan 21-masala bir xil. 23-masalani ishlaymiz. 23-masala. 23-masala. Bizda oziq zanjirida bug'doy, chigirtka, kaltak lochin yana. Xuddi shunaqa bug'doy, chigirtka, kaltakesak, lochin mavjud. Bug'doy tarkibida oqsil, yog', uglevod massasi nisbati 1-2-3 nisbatda. Bug'doy tarkibida. Demak, oqsil, yog', uglevod 1-2-5 nisbatda ekan. Endi 17.6 1 grammi. Buniki 1 gramm 38.9 bo'lsa, 2 grammida qancha bo'ladi?
77,8 17,65 ko'paytiradigan bo'lsak 88. Bularning umumiy energiyasi 9170 kilojoule ekan. Endi hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak 183,4 teng 9170 x'imiz kelib chiqadi 50. Demak 50 x'imiz 50. Bizdan nima so'rayapti? Lochin tana tuzilishi uchun uglevodlarning ajralgan energiya miqdorini topishimiz kerak. Demak, uglevod ya'ni 50 ni 5 ko'paytiradigan bo'lsa 250. 250 bug'doyda chigirtkaga qancha o'tadi? 25 o'tadi. Kaltaga esa 2,5 o'tadi. Bunga esa 0,25 o'tadi. Endi 0,25 ni ko'paytiraman 17,6 ga. Bizda kelib chiqadi 17,6 ko'paytiriladi 0,25 ga. 4,4. Qaysi javob? A javob. 24 bilan 23 bir xil, 25-masala 16-masala bilan bir xil. Keyingi masalamiz 26-masala. 26-masala ham e'tibor beriladigan masala. Bizda o'simlik bor ekan. O'simlik bilan 3 xil organizm oziqlanyapti. Bular chigirtka, kapalak va toshbaqa. Quyon. Quyon oziqlanyapti. Chigirtka bilan qush oziqlanar ekan. Qush. Quyon bilan tulki oziqlanadi. Endi qush bilan nima oziqlanadi yana? Tulki oziqlanadi. Bizda o'simlik umumiy 30 tonna. 30 tonna. Buni 40% chigirtka iste'mol qilgan, ya'ni 12 tonnasini chigirtka iste'mol qilgan, 10% ni kapalak iste'mol qilgan, 3 tonnasini kapalak iste'mol qilgan, 50% ni quyon iste'mol qilgan, 15 tonnasini quyon iste'mol qilgan. Endi chigirtkaning massasi 10 tonna bilan oziqlansa, massasi 1,2 ga ortadi. 1,2 tonna chigirtka bilan iste'mol qilgan qushning massasi esa 0,12 ga ortadi. Kapalak 3 tonna o'simlik iste'mol qilsa, tana massasi 0,3 ga ortadi. Quyon bilan oziqlansa esa, kapalak bilan oziqlansa 0,03 tonnaga ortadi. Quyon 15 tonna o'simlik bilan oziqlansa, tana massasi 1,5 tonnaga ortadi. Tushunarlimi? Demak, qushning massasini topishimiz kerak. 0,12 qo'shaman 0,03 ga teng 0,015. Endi qushning massasi hozirgi kunda 0,15 tonna. Endi tulki 1,5 tonna quyon bilan oziqlansa, tana massasi 0,15 ga ortadi. Tulki 0,015 tonna qush bilan iste'mol qilsa, tana massasi 0,015 ga ortadi. Ikkalasini yig'indisi endi bizdan 0,15 qo'shilgan 0,025 kelib chiqar ekan 0,165 tonna. Demak, bitta tulkining massasi 15 kilogramm bo'lganda 0,105 tonnamizda qancha qiladigan bo'lsak 0,011. Buni endi bu tonada berganda bizda uni mingga ko'paytirib qo'ysak, bizda kelib chiqadi 11. Demak, bizda umumiy tulkilar soni nechta ekan? 11 ta. Qaysi javob? C javob.